Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Efirda sizning sevimli kutilmagan qo'ng'iroq loyihangiz va har doimgidek qutlug' niyatlar, samimiy so'zlar bilan boshlovchingiz Mashhura bo'laman. Bugungi efirimizda yana bir muxlisamizning yurakdan chiqqan minnatdorchilik so'zlarini onalarga yetkazamiz. Qani boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mamlakatxon onamiz bilan bog'landikmi? Ha, bog'landik. Nima Onajonim, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshi. Bezovta qilmadimmi onajonim? Yo'q. Allohga shukr, boringizga shukr onajonim. Bilmagan qo'ng'iroq loyihasidan yaqinimga tabrik dasturidan bezovta qilyapman onajonim. Rahmat. Birozgina vaqtingizni olamiz onajonim. Nima sababdan biz sizga aloqadamiz bilasizmi onajonim? Yo'q. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasa o'zimiz sizga yordam beramiz onajonim. Bundan 43 yil oldin Allohim sizga onalik baxtini nasib etgan kun ekan onajonim. Shu sababli siz bilan muloqotdamiz onajonim. Nurizaxon opamizni dunyoga keltirgan kuningiz muborak bo'lsin onajonim. Rahmat. Allohim sizni sevgan bandamdir desin. Rasululloh chin ummatim desin. Yurgan yo'llaringiz nurlarga to'lsin. Olgan har nafasingiz ibodat bo'lsin onajonim. Sizdan salomat bo'ling kuzim. Rahmat onajonim. Bizga Nurizaxon opa murojaat qilgan ekan onajonim, siz uchun chiroyli dilnomalari bor ekan. Dildan chiqqan dilnomalarini minnatdorchilik nomasini sizga yetkazish uchun biz siz bilan suhbat qurmoqdamiz onajonim. Ijozatingiz bilan qizingizni chiroyli maktublarini sizga o'qib eshittirsak maylimi? Mayli, rahmat. Assalomu alaykum onajonim, azizim, mehribonim. Bugun mening tug'ilgan kunim, ammo men uchun bu kun avvalo sizning kuningiz. Chunki menga hayot, nafas, mehr, muhabbat, mehnat va sevgi nima ekanini siz o'rgatdingiz. Men dunyoga kelgan kunimda siz og'riq va quvonchni bir paytda his qilgansiz. Shu kundan boshlab butun hayotingizni men uchun bag'ishladingiz. Onajon, har bir qadamimda, har bir yutug'imda sizning duoyingiz, mehringiz bor. Bolaligimdan kechalari uyqungizni yo'qotib menga qaragan kunlaringizni hech qachon unuta olmayman. Sizning sof dil bilan aytgan so'zlaringiz men uchun katta hayot yo'limdagi chirog'dir. Bugun men sizga cheksiz minnatdorchilik bildiraman onajon. Menga bergan mehringiz, sabringiz va doimo duolaringiz uchun rahmat. Siz men uchun eng katta baxt, eng muqaddas insonsiz. Ilohim Robbim sizga sog'lik, uzoq umr, tinchlik va baxt ato etsin. Mening har bir nafasimda sizga bo'lgan muhabbatim va minnatdorchilik yashaydi. Baxtimga hamisha sog' salomat bo'ling onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Mayliga kamlarim to'lmasa to'lmas, qalbda ozor gulim solmasa solmas, oltindan saroyim bo'lmasa bo'lmas, siz borsiz boylarning boyiman ona. Ko'nglimda ko'rinmas baxtning sarxati, peshonamda taqdir yozgan dastxati, kerakmas boy degan hayot zarhati. Siz borsiz boylarning boyiman ona. Tog'dek saroylari pulga to'lganlar, lekin baxt topolmay hayron bo'lganlar. Boy emas desin mayli ko'rganlar, siz borsiz boylarning boyiman ona. Bir kun duoyingiz kamim to'ldirar, bo'lmagan ishimni albat bo'ldirar, noshukr bo'lmoqlik ruhni o'ldirar. Siz borsiz boylarning boyiman ona. Tug'ilgan kunim munosabati bilan sizga yana bir bor rahmat aytaman onajonim. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hurmat bilan qizingiz Nurizaxon deb maktublarni yakunlagan ekan onajonim. Rahmat kuzim. Siz ham salomat bo'ling. Siz ham uzoq umr ko'ring. Barakallah, rahmat kuzim. Rahmat onajonim. Boringizga shukr. Chiroyli taronalarimizni ham qizingizni iltimosiga binoan siz uchun yangrab o'tadi. Qabul qilib olasiz onajonim. Onamsiz o'tsa bir on, yozim bo'lar qahraton. Yaratganim berimkon, onamni saqla omon. Davosiz dard bo'lmayin, gullamasdan so'lmayin.
omon. Shahdim mening shiddatim, yerda topgan jannatim, jonimdan ham qimmatim. Bu ko'nglim qilma sarson, onamni saqla omon. Onajon farishtam, men uchun yarim jonin bergan. Onajon farishtam, dard bersa Alloh kulib yengan. Onajon gul yuzim, jonidan jon uzib bergan. Duogu shirin so'zim aziz onam, onajonim. Onajonim? Onajonim, aloqadamisiz? Onajonim, aloqadamisiz? Ha, rahmat qizim. Rahmat onajonim, boringizga shukr. Vaqtingizga rozi bo'lasiz onajonim. Alloh sizga shifo bersin, yengillik bersin. O'zingizni hamisha ehtiyot qiling onajon. Rahmat. Yaqinlaringiz Alloh razı baxtiga bo'lsin. hamisha sog' salomatda bo'ling onajon. Barakallah. Rahmat onajonim. Allohga omonatsiz sog' bo'ling. Rahmat. Boringlarga shukr sizlar.